Assalomu alaykum qizlarjonlar. Tortimizni terishni boshlaymiz. Propitkasi uchun sutdan foydalandim. Qaymoqli kremimiz ustidan varyoniy molokoga yong'oqlarni aralashtirib surtib olamiz. Ikkinchi biskvitimizni ham qo'yib, sut yordamida propitka qilamiz. Qaymoqli kremimiz ustiga apelsinli pasta solib, yaxshilab aralashtirib, biskvitimiz ustidan yaratib chiqamiz. Qaymog'imiz ustidan mandarinlarimizni zich qilib terib olamiz. Terilgan mandarinlarimiz ustidan ham qaymoq surtib oldim. Uchinchi biskvitimizni ham qo'yib, yana qaymoqli krem surtamiz. Qaymoqli kremga banan va malinali pastadan foydalandim. Mevalarini terib, ustki biskvitimizni ichkari tarafga qaratib qo'yib oldim. Ustini bezatish uchun shantidan foydalandim. Shantiga yashil rang qo'shib, mikserda yaxshilab ko'pirtirib, biskvitim ustidan surtib chiqdim. Ko'rib turganingizdek, har xil rangli shokoladli toshlardan ham foydalandim. Ustidagi biskvit mo'q biskvit deb atalar ekan. 1 minutda mikrovolnovkada pishirib oldim. Tortim ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, ustidagi dinozavrni maskadan qo'ldan kelgancha yasab oldim. Tortim ustidagi bargga narx qolib ketibdi, o'chirishni unutibman. Keyingi videolarimni ko'rishni davom ettiring. Dinozavrimizni ichiga salyut qo'yganman, yoqib ko'rsataman.